iPhone 17 ni golovkasini ichini ochib test qilib ko'ramiz. Ko'ryapsizlar, adapter 100% sifatli, даже test qilishga hojati yo'q, lekin chochilib ketdi. Endi bularning narxini ham shunaqa chochib yuboramiz. Adapter Apple 20 watt tok beradi, P2, P3 ko'rinishida bo'ladi. Telefoninglarni bыстро zaryadga qildiradi. Aynan shunaqa sifatli adapterlarni 350 ming, 360 ming atrofida sotishayotgan ekan. Taxmin qilib ko'ringlarchi, men bularning narxini sizlarga nech pulga arzon qilib qo'ya olaman. 100% sifatli aksessuar, pochkasi ham Apple ga o'xshab ochiladi. Korobkadagi seriya nomer pochkaga ham to'g'ri keladi. Ba'zi bir sifatsiz aksessuarlarda og'irroq sifatliroq bo'lsin deb ichiga temir qo'yiladi, kerak emas narsalardan tashkil topadi. Bu yerda faqatgina chiplardan, mikrosxemalardan tashkil topgan. Agarda men shu adapterlarni sizlarga hech kim qilib bermaydigan narxda aytsam, shu videoni hamma yoqlarga jo'natib yuborasizlar. O'zimizda ishlatadiganlarga P2 двойной variantidan, chet elda ko'p yuradigan odamlar uchun P3 тройной variantidan tavsiya qilinadi. Ikkalasida ham Type-C portli, faqatgina Apple gadjetlarini emas, Samsung, Redmi, Xiaomi, Naomi, любой gadjetlarni zaryadlay oladi. Yarim naq kanali o'zini Telegram va Instagram kanali obunachilar uchun boshqa joylarda 350 ming, 360 ming so'm sotilayotgan shunaqa adapterlarni bor yo'g'i $7 qilib beradi. Sotuvchilar nomeri Telegram kanalida, nomer olib telefon qilib bemalol sotasizlar bo'ladi. Agarda siz haligacha Telegram kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozir obuna bo'lib qo'ying.